Sim kartasiz, Wi-Fi'siz internetdan qanaqa qilib foydalansa bo'ladi? Jigar, men uyda ish qilayotgan paytimda ishxonadan ko'p telefon qilib qolishadi. Ammo o'chib tushmasligi kerak. Shu paytda men internetda foydalanishim kerak. Albatta, Akbarxon aka, buni imkoni bor. Hurmatli obunachilar, sim karta yo'q bo'lsa ham, Wi-Fi yo'q bo'lsa ham internetdan foydalansa bo'ladi. Shunaqa layfhaklar qiziqarli bo'lsa, bizga obuna bo'linglar. Buni men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Endi mana avia rejim qilamiz. Antena yo'q. Endi sekretni kodni teramiz. Ushbu kod bilan sekretni menyu ochiladi va bunga birinchi sim kartamiz bormi? Bosib kirib, radio signal quvvatini yoqib qo'yamiz. Avia rejimda turibdi. Biz esa YouTube'ga kiramiz. Xatimasdan plavni ko'rsataveradi. Lekin avia rejim, Wi-Fi ham o'chiq. Mana endi Akbarxon aka, avia rejim qilib turib, bemalol Wi-Fi dan foydalansa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bizda nafaqat kerakli ma'lumotlar, balkim kuniga 100 tadan ortiq smartfonga chegirmalarni e'lon qilamiz. Albatta bizga obuna bo'linglar.